Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Sog'liklaringiz yaxshimi? Mana bir kunlik jo'jalarimiz. Oyoqlari yoyilib ketgandi. Mana kecha kuni olib kelganimizda oyog'ini mana bunday qilib baylab qo'yganmiz bintga. Buni dorisi bor. Dorisi mana shu Betazol. 1 litr suvga 1 gram qo'shib beriladi. Mana o'zi oyoqlarini yechib olganlari bor. Bir kun ichida mana. Bir kun ichida oyoqlarini yechib mana bemalol yuribdi. Yonga ketib qolmagan. Mana shu doridan ishlatsangiz yaxshi foyda beryapti. O'sishiga, stressga, vitamin, har xil vitaminlar bor. Ko'rinmayapti-yu, ammo foydasi yaxshi. B12 qo'shilgan bunga. Nima dorilari bu?